25. xat Risalatu hubbin shi'riyatin ve romansiyetin. Romantik ve şiiri sevgi xati debdi. 25. xat. Ya nabzul qalbi ya nuru ayni. Ey yüreğimning urishi, ey ko'zimning nuri. Fi kulli sabahin yashruqu fihi nuru shamsi atadhakkaru ibtisamataki allati tudhi'u ayyami ve temnahuni hayaten la tushbihu gayraha minel eyyam. Ve fi kulli sabahin yashruqu fihi nuru shamsi. Yani quyosh nuri unda nur sochadigan har bir tongda أتذكر ابتسامتك التي تضيء أيامي. ابتسامتك التي تضيء أيامي وتمنحني حياة لا تشبه غيرها من الأيام. Ahırdan keseyim derken. Menga kunlardan hech biriga o'xshamaydigan, la tubihu g'ayraha minal ayyam, kunlardan hech biriga o'xshamaydigan hayotni beradigan va kunlarimga ziyo sochadigan, nur sochadigan tabassumingni eslayman. Ya'ni unda quyosh nur sochadigan har bir tongda menga kunlarning hech boshqasiga o'xshamaydigan hayot beradigan va kunlarimga ziyo sochadigan tabassumingni eslayman. Anta lahnun jamilun ya'zifu fi qalbi va kalimatu hubbin tansabu kal matari ala ruhi. Sen qalbimda chalinib turgan chiroyli kuysan, chiroyli ohangsan va yoki qalbimda ovoz berib turgan chiroyli ohangsan va ruhimga yomg'ir kabi, kalmatoriya, yomg'ir kabi quyilib turgan sevgi so'zlarisan deyapti. Qaytaramiz. Sen qalbimda ovoz berib turgan chiroyli kuysan va ruhimga yomg'ir kabi quyilib turgan sevgi so'zlarsan. Kullu lahzatin ma'aka hiya qasidatu ishqin la tantahi va safhatun min ajmali hikayatil hubbi allati katabtaha bi ahrufin min zahabin. Kullu lahzatin ma'aka, sen bilan bo'lgan har bir lahza ya qasidatu ishqin la tantahi, u tugamas bir ishq qasidasidir. Qasida degani o'zi she'r degani. Ishq qasidasi. Ya'ni sevgi she'ridir. Va deb turib oxiridan kelaveramiz. Min zahab. Tilladan bo'lgan harflar bilan yozgan, sen tilladan bo'lgan harflar bilan yozgan sevgi hikoyalarining eng chiroylilaridan bo'lgan bir sahifadir deyapti. Bir sahifadir. Yani u bilan o'tkazgan vaqtlarni aytadi. Sen bilan bo'lgan har bir lahza u tugamaydigan ishq qasidasi va sen tilladan bo'lgan harflar bilan yozgan sevgi hikoyalarining eng chiroylisidir deyapti. Fi aynayka ara alami va fi savtika asma'u aghniyata saadati allati la tatawaqqafu. Fi aynayka, sening ikkala ko'zingda aro alami, men o'zimning olamimni, dunyoyimni ko'raman. Va fi savtika, va sening ovozingda asma'u aghniyata saadati allati la tatawaqqafu. Tugamas, bitmas, tuganmas baxt saodatning qo'shig'ini eshitaman deyapti.
demak qaytaramiz. Sening ikkala ko'zingda men o'zimning dunyoyimni ko'raman va sening ovozingda bitmas tuganmas baxt saodatning qo'shiqlarini eshitaman deyapti. Ya man sakkanta qalbi va asbahta li kullal aman. Uhibbuka bi kulli javarihi va atamanna an tabqa bi janibi dawman. نعيش معا قصة حب لا يعرفها الزمان. Ya man sakkanta qalbi. Ey mening qalbimni tinchlantirgan zot, kimsa deyapti. Va asbahta li kullal aman. Va ey men uchun barcha xavfsizlik va tinchlik, omonlik bo'lgan kimsa deyapti. Uhibbuka bi kulli javarihi. Men seni butun vujudim bilan yaxshi ko'raman. Javarih bikulli javarihi butun vujudim bilan. Ya'ni o'zi javarih degan a'zolar degani. Har bir a'zoyim bilan. Ya'ni butun vujudim bilan yaxshi ko'raman. Va atamanna an nabqa bi janibi dawman. Va yonimda doimo qolishingni xohlayman, tilayman. Naisha ma'an qissata hubbin la ya'rifuha zaman. Va hech bir zamon bilmaydigan sevgi qissasini birgalikda yashab o'tishimizni tilayman deyapti. Anta hulmi va vaqi'i. Sen mening orzularim va voqeligimsan. Haqiqiy voqeligimsan. Va nabzu qalbi allazi la yatawaqqafu anin nida'i bismik. Va sening ismingni chaqirishdan to'xtamaydigan qalbimning urishisan deyapti. Ma kulli hubbi va shavqi. Barcha sevgim va senga bo'lgan intilishim, xohishlarim bilan nur deyapti. Nur degan qilsak